Ushbu videodagi komplektimiz 17 million so'm. Bu narx ichiga nimalar kirishini hozir sizlar bilan ko'rib o'tamiz. Komplektimizda jami 12 dona stulimiz va 1 dona stolimiz bor. Stolimiz razmeri 3.60 ga eni 1.20, ust ko'rinishi tosh oynalik. Oyoqlari quyma simalardan stolning atrofi shunaqa neobichniy gullar bilan polni aylantirib bezatilgan. Komplektimizda 2 donasi kreslo variantda, qolgan 10 donasi shunaqa obichniy holatda qoladi. Komplektimizni talabga qarab smalasini 3 ta qo'yib berdik. O'zi aslida 2 ta qo'yiladi. Klientimiz so'raganligi uchun 3 dona smala qo'yib berdik. Bu komplektimiz 7 metrdan baland mehmonxonalar uchun mo'ljallangan. Kimga shuna xizmatlar kerak bo'lsa, videosi nomerlari bor. Biz bilan bemalol aloqaga chiqib, ma'lumot olishlar va zakaz qilishlari mumkin. Ma'lumot o'rnida ushbu komplektimiz Toshkent viloyatiga tayyorlab berildi. Hozirda ketishga tayyor. Stullarimizga va stolimizga chiroyli qilib stresh tortib berdik. Sababi uyga borguncha chang bo'lib qolyapti degan uchun klientlarimiz uchun uni oldini olish maqsadida chiroyli qilib streshlarni tortib qo'ydik. Komplektlarimiz 100% akril lak sepilib, kastvin qilib tayyorlangan. E'tiborlar uchun katta rahmat.